Madina shahridagi tuprog'i aziz bo'lgan joy Masjidun Nabaviy. Mana shu masjidda hozirgi kunda kimlar imomlik qilib kelishadi? Keling sizlar bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Birinchi bo'lib esa Shayx Ali Abdurrahman Al-Huzayfi 1947-yilda tavallud topganlar va Masjidun Nabaviyga esa 1979-yilda imom etib tayinlanganlar. Ikkinchi bo'lib esa Shayx Abdul Muhsin Al-Qosim 1967-yilda tavallud topganlar va 1979-yilda Masjidun Nabaviyga imom etib tayinlanganlar. Uchinchi bo'lib esa Shayx Salah Al-Budayr 1970-yilda tavallud topganlar, Masjidun Nabaviyga esa 1998-yili imom etib tayinlanganlar. To'rtinchi bo'lib esa Shayx Abdul Bori As-Subayti 1960-yilda tavallud topganlar va 1994-yilda esa Masjidun Nabaviyga imom etib tayinlanganlar. Beshinchi bo'lib esa Shayx Abdulloh Al-Qurofi 1980-yilda tavallud topganlar va Masjidun Nabaviyga esa 2024-yilda imom etib tayinlanganlar. Oltinchi bo'lib esa Shayx Abdulloh Al-Buayjan 1979-yilda tavallud topganlar, Masjidun Nabaviyga esa 2013-yilda imom etib tayinlanganlar. Yettinchi bo'lib esa Xolid Al-Muhanna 1976-yilda tavallud topganlar va Masjidun Nabaviyga esa 2019-yilda imom etib tayinlanganlar. Sakkizinchi bo'lib esa Shayx Ahmad Al-Huzayfi 1980-yilda tavallud topganlar va Masjidun Nabaviyga esa 2019-yilda imom etib tayinlanganlar. To'qqizinchi bo'lib esa Shayx Muhammad Barhaji 1983-yilda tavallud topganlar va Masjidun Nabaviyga esa 2024-yilda imom etib tayinlanganlar. Va nihoyat 10-chi bo'lib Shayx Ahmad bin Tolib 1980-yilda tavallud topganlar, Masjidun Nabaviyga esa 2013-yilda imom etib tayinlanganlar. Lekin afsuski bu inson bir necha haftalar oldin Masjidun Nabaviydagi o'z ish faoliyatini yakunlaganini e'lon qildi. Bu insonlar faqatgina namoz emas, ummat qalbiga Qur'onni olib kirishadi. Masjidun Nabaviyga borganingizda albatta bu insonlarni tinglash sizning qalbingizga sakinat va shifo beradi. Mana shunday foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.